Hozir o'sha как раз kunlar isib ketyapti bilsanglar, ayniqsa bahorni qo'yi shunaqa darajada yomon qoraytiradi, kuydiradi. Man har xil SPFlarni ishlatib tajriba qilib ko'raman o'zimda. SPFlarni ham bilsanglar, yuzi turiga qarab, yuzni tinchlantiradigan bor, yoki yog'li, yog'siz, har xil turlarga bo'linadigani bor SPFlarni ham. Qaranglar, mana bu stikli SPF. Bu qanaqa SPF? Masalan, ko'pchilikning yuzi yog'li bo'ladi. Yog'li yuzlarga aynan mana shunaqa stikli SPFlar zo'r. Даже buni makiyaj ustida bundoq ishlatib ketaversanglar ham bo'ladi. Bemalol, вообще zo'r turadi. Yoninglarda olib yurishga ham qulay, chunki SPFni doim har yarim soatda yoki 2 soatda o'zini vaqtiga qarab yangilab turish kerak. Ammo bu Mishada SPF. Bu ham xuddi shunaqa stikli, ayniqsa yog'li yuzlar bo'ladi-ku, ularga вообще zo'r yotadi deb aytolaman, chunki yog'li yuzlarni yuzidan yog' ishlab chiqargan hisobiga boshqa narsa sursa yuzi patir pichillab qolganga o'xshaydi. Mana bu bo'lsa, bu matviy qilib beradi. Prям zo'r. Mana shunaqa stiklilar. Mana bu selkanim bu round labni stikli anaqali SPF bu nimasi yaxshi? Buni meni yuzim po'rali. Meni yuzim yog'li. O'shani hisobiga imенно mana shu stikliga вообще zo'r men uchun. Man sizlarga ham tavsiya qilaman.